O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 3-bo'lim Jamiyat va shaxs. Ushbu bo'lim 12-bobdan 15-bobgacha bo'lgan oraliqni o'z ichiga oladi. Bugun biz sizlar bilan har bir bobga alohida to'xtalib, ularning umumiy mazmunini ochib berishga harakat qilamiz. 12-bob jamiyatning iqtisodiy negizlari deb nomlanadi va 65dan 68-moddagacha bo'lgan oraliqni o'z ichiga oladi. Bobda asosan mulk va undan foydalanishda jamiyat manfaatlariga putur yetkazmaslik haqida so'z boradi. Masalan, 66-moddada mulkdor o'ziga tegishli bo'lgan mulkka o'z xohishicha egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etishi haqida gap boradi. Lekin bunda u o'zi foydalanayotgan mulkdan jamiyat manfaatlariga, davlatga va atrof muhitga zarar yetkazmasligi alohida ta'kidlab o'tiladi. Masalan, deylik, siz tadbirkorsiz va sizning korxonangiz bor, lekin korxonangizdan chiqayotgan hid yoki tovush korxona atrofida yashayotgan mahalliy aholi tinch hayotini buzmasligi kerak. 13-bob fuqarolik jamiyati institutlari 69-moddadan 75-moddagacha bo'lgan oraliqni o'z ichiga oladi. O'zi fuqarolik jamiyati institutlari nima? Ularga nimalarni misol qilib keltirsak bo'ladi? Bularga jamoat birlashmalari, o'z boshqarish organlari, siyosiy partiyalar, nodavlat notijorat tashkilotlari, kasaba uyushmalarini misol qilib keltirsak bo'ladi. Bobda asosan fuqarolik jamiyati institutlarini vazifalari va ularni shakllantirishga qo'yiladigan talablar yoritib berilgan. Masalan, 73-moddani oladigan bo'lsak, unda kasaba uyushmalari xodimlarining ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini va huquqlarini ifoda etishi va ularni himoya qilish haqida so'z boradi. Va bu o'rinda kasaba uyushmalariga a'zo bo'lish ixtiyoriy. 14-bob oila, bolalar va yoshlar 76-moddadan 80-moddagacha bo'lgan oraliqni o'z ichiga oladi. Bobda oilaviy munosabatlar, ya'ni ota-onalarning farzandlari, farzandlarning esa ota-onalar oldidagi burchlari yoritib beriladi. Bob 76-moddadan oilaga ta'rif berish bilan ochib beriladi. 76-modda oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasidadir. O'zbekiston Respublikasida nikoh O'zbekiston Respublikasi xalqining an'anaviy qadriyatlariga, tomonlarning ixtiyoriy roziligi va tengligiga asoslanadi. Davlatimiz oilaning rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlarni yaratib beradi. 15-bob ommaviy axborot vositalari 83-84-moddalarni o'z ichiga oladi. Ommaviy axborot vositalari axborot olishda erkindirlar va albatta o'z faoliyatida qonun doirasida amalga oshiradi. Ommaviy axborot vositalarida senzuraga yo'l qo'ymaslik haqida so'z boradi. Xo'sh, senzurani o'zi nima? Senzura bu ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga davlatning yoki boshqa bir amaldor, mansabdorlarning aralashuvi va ma'lumotlarni o'zgartirilishiga nisbatan aytiladi.